Assalamualaikum krallık yüzü kurmenler, keşkekunla hayırlık olsun. Her hafta institutumuzun müdürü, şundakla Cidip Üniversitesi ve Fakültesi Tarih Bölümü Fakültesi Doçent Doktor Erkin Ekrem Muallim bilen ötküzüp kilovatkan Halkara Vaziyet ve Gün Tertip namlıq programımızın yeni bilim uzunladı bulduk. Erkin Muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Yüzü kurmenler, Türkiye'ninki Şarkı Temur rayonundaki velayetlerde 7,8 çoğunlukla yetevrep, orgun adam yarlandı. 6000'dak bina hazırki veyran oldu. Türkiye'deki barlıq alaqadar urulları şundaqla şəxslər bütün səfərlərə kelib bu ciddi qutquzuş hərəkətiga qatnashıbdı. Biz institut üstümüz bilan yer təvrəşdə qaza qılğan qarindaşlarımızga Allah'tan rəhmət diləyimiz. Yaralanğıçlarga Allah'tan şifa diləyimiz. Bu yer təvrəşi afəti həm də Türkiye'ninki coğrafiyasından olan bir ahvalandı. Yani Türkiye'ninki otur rayonlarından başka etrafı hemisi şu yer təvrəş rayonları. Sonra bu Türkiye hatta şu vakti Roma'dan itibaren bugünkü satmışlar yer təvrəşdə tolup yer təvrəş bulduğum bir rayon hem de. Sonra bu bazı meseleler hem de için işlik hem de. Yeterlik gelse çare kalmaydı ki. Sonunda vefat olup ketkenler geldi. Allah rahmet eylesin. Kalan yaralananlara acil şifada olsun. Kalan uruq tukanlarıma sabır dileyiniz emreşim. Bu yakın zaman qaradığası muallim 1938 şu Türkiye'ninki Janub tarafidagi Erzincan viloyatida evet, ağır bir yer təvrəş yüz verdi. Yakın zamanda, yani 1999'da düzce adamlar yer təvrəş arqılıq neçə mingdən artıq adam ölüb bitkilik, azaqlıqlar. Şundaqla Türkiye iqtisadi cəhətdən 17 milyar dollar ətrafında bir ziyan buldu. Hatta bunun psixikada ictimai nurgun tərəflərdə bir ziyanlar var. Bu qıtıq yer təvrəşinə dünya miqyasındakı 10 yıl içinde yüz bergen en keng ko'lamli yer təvrəş deyatıdı. Yani yer təvrəşinki hakikaten her cihetten intihar ağır bir vaziyette. İnşallah urrak halini tuzishni Allah'tan dileyimiz. Programımızda yanılaqda Amerika turistik münasebetine qaraymiz. Hemen daha ma'lum bo'lgandek o'sha hafta, yani o'tgan hafta shanba kuni Amerika havo armiyasi Xitoyninki Amerika havo tavalariga kirgan jasuslik shartchisini etib tushirdi. Bu voqea xalqaro matbuotlarda qiziq nuqtaga aylandi. Xitoy taraf dedi ki, bu ameliyatda bizimki bir havo rayini tadqiq qilish uchun, ma'lumot yig'ish uchun evatilgan bir shartchimiz deb oddiy javob bergan bo'ldi. Hatto Amerikaniki bu qilmishni tanqid qildi. Amerika dedi ki, bu ameliyatda Xitoyninki shunday bir Amerika Xitoy o'rtasida munosabat keskinlashayotgan bir paytda Xitoy jasuslik shartchisi orqali jasuslik faoliyatida shug'ullanganlik uchun biz buni agalandırdık, onun linki bunu itip şükrettik de bayan etmedi. Yani bu mezgilde Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyni Mushayninki 5-6 ziyorat qilmoqchi edi. Blinken ziyoratini kechiktirgan bo'ldi. Mushning sababidan nurg'un analizchilar Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabat texnik keskinlashamdi, keskinlashsa qaysi shaklda bo'ladi va yoki buniki qanday bo'lmoqchi? O'sha bu xalqaro paytda bu nimishqa bunday voqea yuz berdi. Yoki Xitoy taraf nimishqa buni qasddan qilyapti yoki boshqa bir g'arz bormi degan masalalar ustida markazlashyapti. Bizim bugungi programmamizda shu masalalarga markazlashtirishimiz. Ma'lum, siz bu hodisani qanday tushundingiz? Qiziq bir ahvol bu. Yani bu Xitoy deydi bizningki bu shu havo rayini tadqiq qilish uchun shartni yollagan ama shamol iqimiga uchrab ketib Amerikaningki chegarasi kiryapti. Bundaqda Amerikada hozirgacha yani 2 degan bor, 5 degan bor. Kirgan Amerikaningki chegarasi kirganligini davom etadi. Amerika jihatdan desak, nimishga urib tushirayotmaysa shu vaqtlarda. Nimishga ma qitimkini urib tushirsa, xalqni hayron qilyapti. Xalqiningki engida shu 2. Dünya urushida Japonlarni ashuna sharlarga bomba
bağlap Amerika'nın zeminini yollagan. Nurg'un Amerikalıklarning o'lgan ahvollari bor. Mushu isri kiliddan bir Amerikalıklarningki. Hamda bu jasusluk qilyotidi degan gapni Amerikada Xitoy uni undaq emasligini da'volaydi. Hamda har qanday uchadigan narsa başka bir devletninki chegarasiga kirish uchun cho'qim ruxsat olish lozim. Bildirish lozim. Ama Xitoy misoliga Amerika tarafidagi xalq ko'ryapti uni osmonda bir sharni. Ama bu aymu, nimo deb qaptida hamda ko'z bilan ko'ringanchilik egiz yer ekanda, tegimi egiz bo'lish lozim. Ko'rinmaslik bo'lish lozim. Amerikalıklar bu göründü desimi Xitoy tarafidagi misoliga Tashqi ishlar ministrligining so'zchisi mening xabarim yo'q bir aniqlab ondan keyin javob berayli deb ertasi kuni ondan keyin javob berdi. Bu albatta degandek tadqiqot qilish uchun bir shart. Amerika bizdan ruxsat olmay urib tushirdi. Xalqaro qonunga qaragan chog'da har qanday bir narsa, mayli mashin, mayli tank, mayli aeroplan, mayli qanday narsa chegaraning ichiga kirgandan keyin urib tushira oladigan haqqi bor. Xitoydan ruxsat olishning hojati yo'qdi. Xitoy bu bizdan so'ramayli qildi deydi. Endi deyli bu jasusluk faoliyat qilgan bo'lsa, nimalarni aniqlash uchun bor. Misaliga nurg'un shundaq nozik yerlardan o'tibdi. Kanadadan, Amerikadan, hozir Latin Amerikadami ko'ryapti. Bundan nozik yerlarda uchib mangandan keyin xalqlar gumon qildi tabii. Ama bu yerdagi ba'zi nimalar istihbarat yig'ishda hozirgi Xitoyninki sun'iy hamroh qila oladigan ishlarni. Bazı işlerini belki kılamaydı. Mesela bu sun'iy hamroh hava boşlukta mundaq yerleşkeşke, dünya mı aylanqaşqa muhim bir yerini aniq ko'rish biraz qiyin bo'ladi. Şar bu Xitoyninki bu şarı turgan yerde yani turalaydı. Yani muhim bir yerde turup aşı yer astidagi mayli bu harbiyninki baz bo'lsin, mayli nozik rayonlar bo'lsin, buni ta'kid qilib bo'ldi. Ama bunu qilish uchun bundaq oddiy va ruxsat olmay o'zi bilib qilib ketishi bu xalqaro qonunning qo'lmaslik Amerika bir iyilik huquqiga ega bo'lgan bir davlat, onun iyilik huquqiga hurmat qilmaganligi bo'ldi. Xitoy nima uchun buni qildi deb hozirgacha javob yo'q. Xitoy deydi bu harbiylik bir nima shar emas deydi. Ama Amerika urib tushadi, o tushagan narsalarni yani izdinyapti. Keyin buningki qandaq bir jasus sharmi yoki degan havo rayonlarini tadqiq qilgan sharmi u vaqtida aniq bilamiz maqsadini nima bo'lganini. Fakat bu Amerika'da hükümetke karşı tenkitler başladı. Olup mu cumhuriyetçiler qattiq tenkit qiladi. Sen neymiş qılıvatsan şunlar narsalar qilib bizim toprakta ne hüküm işler mansı sen bilmeydigan deb. Kögen yerde urib tushaymi? Ya urib tushsak qandaq bo'ldi, munda bo'ldi, balki sharning ichidagi mikroplar, viruslar bo'lishi mumkin da'vat etadi. Bu Xitoy rost ashuna bir narsalarni qilmamdi, ya'ni kasallarni olib taqdi. Agar bunday qilgan bo'lsa, bu bekli parvozsizlikda bo'ladi. Xitoy hokimiyatiga mos kelmagan, loyiq bo'lmagan bir ishda bu. Xalqaro hayron qilyapti bunday qilmishlik. Hatto shu sovuq jang vaqtida Sovetlar va Amerikaning orasida bunday bo'lib boqmaganda. Ama bununki yaratgan bazı siyasi tesirleme bulunmadı. Olup mu Amerika tarafta ki bu taraqqiyotga qaraydigan bo'lsak, yani Tashqi ishlar ministri Blinken'ninki Xitoy ziyoratini kechiktirgan bo'ldi. Bu cho'ng davlatlarning orasida favqulodda bir voqea bo'lmasa, bunda kechiktirishlar bo'lmaydi. Planlagan ish boshqa.
Demek ki Amerika hükümeti bunu Xitay'ınki bir hücum kılışı dep iyilik hukukuga meydan okudu dep kögenligi ma'lum. Hem de bu Xitay ile Amerika'nın arasındaki münasebetler jirikleşip ve keskinleşken bir vakitte iki tarafın münasebetini biraz yumuşatuş ötkenki programda degendek biraz yumuşatuş için kılgan bu ziyaretme hazır keçiktirdi ve kaçan bulunduğunu bilmeyiz. Öz vaxtıda 1960'da Rusya mı Amerika'nınki bir casus uçakını düşürgen U-2 diyelim. Düşürüp olğandan keyin iki tarafın münasebeti keskinleşip ahırı şununla Sovyetler Kuba'ga roketlerini yerleştirip yadro kuralılık roketler bular. Bundan keyin biz hemimiz bilgendek Kuba krizi başladı. Ve aşırı 80 gün boyunca dünyada tas kaldı şu yadro kurallarını işitiş meselesi. Yani o vakitte işitip kalsa yani bugünkü dünya domattı yani. Nəhayət xətərlik olanda ama iki tarafındaki münasebeti jirikleşip, keskinleşip keyin bir zamandaki namamdaki asla tüzüldü. Başına okşaş hem de bu şiarını patlatış ve iki taraftaki münasebet hem de bunundaki pek yaxşı bok etmeydiğen bir ahval görünü vardı. Misalga bu Amerika'nınki Avam Palatası'nınki meclis reisi Tayvan'ı ziyaret kılmaydı. Xitay ondan keyin deydi bizninki Mario Shima Mağın Taşqı İşler Ministrimi Rusya'nı ziyaret kıldı. Hatta Wang Yi kıldı degan gap var. Hem de Xi Jinping'in degan gap var. Xitay ama uçuk değil. Demek ki sen anda kılsan ben anda kılmıyorum. Hem de Rusya ile Xitay'ın arasındaki münasebetlerini vermemiz biliriz. Ve yakınki yıllarda Rusya'nı bir vasmada kollaşamaz. İki taraftaki şu ticari, harbi, şu enerjicetteki ticaret sonlarının ki köpeygenliğini, sakkan mallarının köpeygenliğini ve Xitay'ın bazı devlet arkalık Rusya'ya bazı kurallarının ki esvaplarını sikbergenliğini davat ediyor. Yani Amerika'nınki siyasetine karşı çıkmakanlığını mı gösteriyor? Bu vaka yani bu şar meselesi iki tarafındaki bu hazır edilen vaziyetini teknik keskinleştirilen in. Hem de Xitay ile Amerika'nın münasebeti burunki ahvalga kaytışma biraz kıyım bir ahval görünüyor. O en çoğun devletlerin arasında cidal çıksa ulanı acırtıp koyduğun, ulanı yarıştırıp koyduğun devlet ve kişime pek bulmaydı ki normal devletler ve küçük devletler arasında cidal çıkması çoğun devletler arası kırıp onu yumuşak kursu bulurdu. Bu ikisine olmuşaydıgan nesmi yok değil mi? Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki başlıklarıma sözlüsüme çıkıyarmaydı. Bu arasını onşap koymayan takdirde bu ziddiyetler değil mi? Ercilleşip, keskinleşip devam kıldıgan bir ahval peyda buluyor. Bunu bu ahvalını kim tüzdüdü, kandak tüzüldü, hani bilemeyiz. Hem de kiler yılda Amerika'da saylanma. Bu hazırki mevcut hakimiyetinin ki kitbilişinin ki ihtimali var. Yani Xitay bile bunda jireklik münasebeti bile hazırki şar meselesi, Rusya, Ukrayna yapacağını degende yaxşı kılamadığında tenkitler yaman köp buluyor. Şununla bu hakimiyet kime açık bir biçimde tesir etmesi. Bu Xitay bunda bir ahvalda Xitay bile münasebetini yakınlaştırdığımız biçime Amerika cemiyetindeki inkaslar pek menfi tenkitler köp buludu. Bulup mu Amerika'nın meclisinden kelgen biçim, hükümetke olan biçim, bu mu köpeydi? Xitay cettin desek, Xitay herhalde bu Xi Jinping'nin ki zihniyetiyle kılvatkan bir iştekli turdu. Yani Amerika bizge biçim işitvadıdı, bu rayondaki devletlerine yeni eptirip şerik devlet, ittifaktaş devlet
kuruvadıdı, teşkilatlarını kuruvadıdı, bizga bilsin. Bu Amerikalıklarga bir bilsin, bir ders berip koymasak bo'lmaydi degandek, başında bir oy bo'lgan bo'lsa kerak, ama Amerika karşı qanday qilganligini aniq bilemey, mushundaq oddiy mundaqlik deymiz, yüksek en bo'lmagan bunda bir faaliyetlerini ilip beriyordu. Demek ki Xitay bu davranışlarda realizm bile emas, oylaştırma bu rasyonel emas, mandaq bir siyasetini ilip beriyordu. Xitayca'daki bu xil siyaset mi elbette degan iki devletin münasebetini keskinleştirişe sebep kılıyordu. Siz deganingizda Xitoyniki bu real nuqtadan emas, yoki aql nuqtadan emas, yoki foyda manfaat nuqtadan emas, Shi Jinpingning shaxsiy dogmatizm, tuyg'u, harakat qilgan bo'lg'achqa shunday hozir cho'ng bir davlatlar o'tirisiki, endi bir yumshashdan bishorat bo'layotgan, shabs bo'layotgan bir mezgilda ma'ni o'tiruvchi kishi, ya'ni siz degandek ikki davlat munosabatini xil bir keskinlashtirish mumkin dedingiz. Hatto Amerikaningki buni iyilik huquqini qilgan tajovuz deb tushunib, mushu bu Xitoyga pozitsiya bildirish uchun uzma masalaninki haqiqatan bir jiddiy ekanligini bildirdi. Hozir deb o'tdingizga, agar bir davlatning tuprog'iga qushqash kirsimi yoki izinsiz, ruxsatsiz, masalan deyapman-ku, kiraverdi, ama mashina yoki har qanday narsa kirsa, bu ruxsatsiz bo'lganligi uchun bu tajovuz hisoblanadi. Chunki iyilik huquq ulus davlatda yoki milliy davlatda qonunliqini shu ulusninki yoki millatninki chegarasidagi iyilik huquqidan olgan bo'lg'achqa, shu iyilik huquq yoki tuproqning iyilik huquqi muqaddas hisoblanadi deb nima qilyapmiz. Hozir bu ish jasuslik munosabatga bo'lgan boshqa mana bir narsani so'g'in keldi. Xitoy bundan burunmi jasuslik faoliyatlarida aeroplan ishlatish mumkin, sun'iy amir ishlatish mumkin, inson kuchidan foydalanish mumkin yoki ma'lumotlarni har xil yo'llarga o'g'irlash mumkin, nurg'un ishlar qilish mumkin, ya'ni taktiklar ishlatish mumkin. Xitoy qachondan beri, ya'ni shundoq bir jasuslik faoliyati bilan, Amerika bilan mana konkret nuqtadan qilyotdi. Xeyli baldır desekmi buludu. Misalga Xitay Halk Cumhuriyeti kurulgandan keyin ularma özününki iktisadını güçlendiriş, teknolojini güçlendiriş. Hatta şu atom bomba, hidrojen bombanı yasaş için Amerika'da işleyotgan Xitaylarni şu nimege çaqagan buldu Xitayga. Çaqırışınınki şu arındama şu milletçilik. Yani sizlerinin vatanı Amerika emas, bu Xitay Halk Cumhuriyeti. Yani biz başlayotgan Xitay sizlerinin yurtunda, memleketinde. Şununla özanlarının memleketine gelip hizmet kılsanlar, bu degen mandaq ulug, andaq alaydı deb hizmet kılıp ekegen. Ekegenlerninki köpü %99'u şu medeni inqilabıda, komşulara karşı hareketlerde hemmisini cezaladı. Hemmisi acı zulümü körden. Bu başka bir mesele. Mesela bu Amerika'da bu yadro kuralıyla şoğungan fizikçi alımlar var neycisi. Ulanımı şu kaçırıp ekegende, yani mesela ular bir ilmi jığınga katmışmandır, Avrupa'dan geçip Pakistan'dan olan bir Xitayga geçip gelen lema var çoğun aslında. Amerika'nın yetiştirgen, Amerika için hizmet kılayotgan Xitayni ekiliş, ularning biliminden faydalanış, bu mu bir xil casusluk? Ondan başka o 1980'lerden itibaren Xitay nurgun şu o'quvchilarni nimaga Amerikaga evatgan. Ba'zilari o'zining puli bilan borgan bo'lsa, ba'zilarini hukumat evatgan. Ularning ichidami ba'zilarining ham Amerikada ishlab turib, ham Xitoyga ma'lumot yetkazgan odamlar bor. Xitoyningki bu teknologiyada o'nchilik kuchli bo'lmagandan keyin o'g'irlashga to'g'ri keldi. O'g'irlash uchun bu josuslik faoliyatiga ehtiyoj bor. Hammamiz bilamiz, bu dunyoda birinchi josuslik kitobi, ya'ni istihborot kitobi, Sun'iy urush san'ati degan kitob Xitoylar yozgan.
Burundan tartibla bu işlerini yaxşı bilirdi. Yani Hunlarni, Köktürklarni, Uyg'urlarni mağlup qilgan chog'da mana shunday istihbarotlarni olganda josuslarni ishlatgan. 80'li yıllardan 90'lı yıllargacha tayyor bo'lgan odamlardan shunday ma'lumot istashga boshlagan. Hatto Amerikanınki CIA, FBI'ning ishchigimi o'zining adamini kirgizgan. Ama paş bo'lib qolsa, tanımagan bo'labilir, bilmagan bo'labilir. Ajnat nima deymiz? Tashvetli deymiz josuslar. Hamda so'nggi urush san'atida josuslarni 5 xilga bo'ladi. Bir xili ölük casus deydi. Ölük casus degine yani kaşıp basan ölüsü. Nenge böyle. Aşı kaydılarıma devam kılıyordu. Bundan başka misalıga Amerika'nınki jurnallarında tam payda ilıyordu. Xitay'nın 1990 yıllarının oturduğunda şu roketninki bir roket uçup birip o nişanga az kalgan çağda o roketnin beşi patlap işçiden nurgun küçük roketnin beşi çıkış lazımdı. Çünkü bir roket gelse belki onu körüp vurup düşüreleyse. Ama sanki karab kelgen çağda o roketnin beşi patlap işçiden nurgun şu nime küçük bombalar düşürdüğün bolsa kaysı birisini vurduğunu bilemektesin değil mi? Aşı teknik nima, şu Xitayning casusları, albatta degan ilmiy jurnallardan foydalanib qiladi. Misalga ba'zi Xitoylar bor, muhim yerlarda ishlaydi, Amerikaniki nozik yerlarda ishlaydi. Texnologiya bilan Xitoyda bir konferans, bir yig'in qilib, yig'inga u odamlarni chaqirdi. Ularni konferans bergizib, u yerda ma'lumot berish. Undan boshqa, misolga akşamlarda bunda ziyofat bor deb, u yerda yegizib, ishkizib, undan keyin josuslarni uningki yotoqqa yo'llab, uningki kompyuterlarni, materiallarni o'g'irlab olgan ahvollar bor. Hatto bunda ahvollar bor. Misolga, shu Xitoy 2008'da nima olimpiyat oyununu amallashtirish uchun bundan evvel dünyada şu proje isteyen yani qandaq binani yazsa, qandaq tanaket zallarını qilsa. London'un şehir başlığı, ma'lum başlığı o projektni ilib Xitoyga bordi, yani qabul qilib qolsa, nurg'un pul topamiz. Oma şu otelga kirman deb darvozaga kirish vaqtida bir chiroyli bir Xitoy qiz bilan mudarada do'qinish qoldi. Shuning bilan voy merhaba deb ko'rishib, tanishib, undan keyin kech tomoqda yana ko'rib qoldi. Shuning bilan suhbat qilib, o qiz bilan yetib qolgandan keyin o qo'lidagi so'mkaga sepilgan bu materiallar, proyektlar hamsi o'g'irlanadi. Xitoy o'g'irlab olgan bo'ldi. Shundan bir necha kundan keyin bu proyektni qabul qilmay, shuni qaytib ketdi. Kim qarsa o'zining proyektini Beijing hukumati u yerda ijro qila boshladi va qurilishlarni sog'ila boshladi. Shundan shuna Xitoy xil yo'llarni, hatto misolga ba'zi shirkatlarda bu texnologiya bor, ammo Xitoyga bermaganligi hamda o şirketga sherik bo'lib, uningki pay cheklarini setib, sherik bo'lib, undan keyin o maxfiyatlarni bilish. Bundan boshqa bu Beijingdagi konsul rayoni bor. O konsul rayonlarningki axlatlarini tekshiradigan maxsus shu istihborot tashkiloti bor. O axlatlarni tekshirib, yani casuslar, yani istihborot yig'adi. Yani Xitoy Uyg'urlarga qarshi shuni qilyapti. Şununla bu Xitoyning istihbarat teşkilatı minister seviyede. Başka devletlerninki istihbarat teşkilatları minister seviyede emas. Minister seviyenin tövünü. Ve Xitoyning istihbarat kazandıran kanallar, yani yolları yamançı.
Hatta şu Xinhua deymiz, Guangmingzhibao deymiz, şundaq yazıcılar, jurnalistlarni iş görmedi. Hemisi olmasın. Aşının okşay ticaretçilerin arasında mı bundaq adamlar var? Bilim adamlarının ki alimlerin arasında mı var? Onu mu az dep yetmegenden keyin o Xinhua degan bir narsa vardı, o 1000 adam planı deydi. Yani xalqarada ilg'or 1000 adamni Xitoyningki shu projektiga ilib ishiltish, ama ularga yuqori maosh berish. Yani Amerikaningki bir MIT'de ishlayotgan bir Xitoy yoki bir Amerikalik bo'lsa, uning bilan kelishib, unga ayrıca bir maaş verib, uningdan ma'lumot olish. Bunu nima qildi? Amerika bu ahvolninki yomon bo'lganligini ko'rib, undan keyin tekshirishga boshladi. Xitoy uni oz deb shu Amerikaningki aql ambariga pul soladi. Ularga mablag' selib yardım qildim deb, ulardan ba'zi kishilardan Xitoy Amerika munosabatining qanday bo'lishi kerakligini, ya'ni Xitoyga yaraydigan ba'zi ko'z qarash va fikrni o'tirib qo'yish, ideyalarni o'tirib qo'yish. Buni nima qilyapti? Hatto endi o'ma josuslikka kirmaydi-yu, 99-yilda Xitoy 10 Amerika mutaxassisini harbiylardan, tashqi ishlar ministrligidan, hukumatdan va universitetidan tashkil topgan 10 adamni shu Amerikaning Harvard universiteti Kennedy instituti var. Kennedy instituti dünyanın liderlerini yaratib, terbiyelaydigan bir yer. Ama ular deydi, biz hükümetinki pulunu alamayız. Pul türleş lazım var. Şununla Hong Kong'nki bir ayal bayi vardı. O Asya'nın ama çok bayi vardı. Hongxingru deydigan bir ayal. Öyle gitti. O hanımdaki üstüge ilip bu projekti. O ebeki degen Kennedy Enstitüge nurgun pul verip, hamma o'qish ballag'ima, ballar deganim endi cho'ng odamlar endi. Xitoyda ular Amerika mutaxassisi texnika yetishi uchun endi. Shunga Kennedy institutida o'qiyotgan jarayonda yozgan dissertatsiyasi hammasi Amerikaning tashqi siyosati bilan, xavfsizlik siyosati bilan munosabatli. Misolga, Kongressningki tashqi siyosatdagi roli, hukumatningki roli, think tanklarningki roli, ya'ni aql ambarininki roli. Ağabey'lerde menfaat grubununki rolleri, FBI'dan CIA'gacha, muşların hemsini tadqiq qilib, bularninki Amerika tashqi ishlar meselesinde qanday manfiy yoki musbat ta'sir bo'ladi deganni o'rganib kelgan. Ama Amerika shu hozir Xitoy qilgandek qilmadi, ya'ni qilolmadi. Çünkü Amerikaningki tuzumi o'xshamaydi. Xitoylar devletninki yo'li bilan qilolaydi, Amerika shaxsiy yo'li bilan. Ya'ni maktab sana ba'zi imkonlarni to'laydi, sana biraz pul berdi, o'qi degandekchi. Ular Tayvanga bordi, Xitoyga bordi, o'g'ildi, keldi, undan keyin shaxsiy nomida tadqiq qildi. Ala hukumatga ishlaydi. Shunga Xitoy Amerikadan xil ma'lumotlarni olish uchun ki bu information deydi. Yani bu intelligence degan istihbarat bu. Onunki birinci mana bilim. Onundan keyin bu information. Biz istihbarat deymiz. O Arapçanın haber degan so'zningki yıldızdan keldi. Yani bir haber yig'ish, haber toplash degan ma'no chiqadi. Amerikada endi bilim ma'nosida, informasiya ma'nosida. Şununla Xitoy shunday ma'lumot informatsiyani xil yo'llardan Amerikadan oladi. Şununla bu Xitoyningki tezlik bilan taraqqiy qilishi shu josuslik faoliyatlar bilan zich munosabati bor. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Amerikaningki, Xitoyninki josuslik sherini etib tushishdan keyin ichki munosabatninki hozirgi ahvolini shunaqla yaqin kelgusida qandoqroq bo'lishi ehtimolligini analiz qilishtirdik. Ko'p rahmat. Rahmat.